O musullarni qaranglar-da. Qo'y bo'lib yurish jonimga tegdi. 32 yil qo'y bo'lib birovga ozor bermay, haqqini talab qilmay yurdim-da. Qarasam odamlar o'rganib olar ekan. Bu mana uyimizni oldida mana, uyimizni oldida musul to'plaganmiz. Bu toza hududdagilar kelib nima deydi? Mana bu stalbani oldiga to'plasanglar olib ketamiz. Bo'lmasa olib keta olmaymiz. Ichkarida bo'lib qolyapti deydi. U stalbani oldiga to'plasangiz, har kuni kechib payt itlar eda diskoteka qiladi. Chachib yorsa ekologiya buziladi. Yana bitta odam solish kerak. Shuning uchun uyda oldiga to'pladik mana. Olib ketasizlar shu yerdan. Desam, biz majbur emasmiz olib ketishga. Unaqa o'zoddan olib keta olmaymiz deb gali sut taqib olibdi. O'zlaridan kimlardir yasab olibdi. 12:05 ga qo'ng'iroq qilib shunaqa chora ko'rasizlarmi desam, 15 kunda natijani aytaveramiz, muammoingizni ko'rib chiqamiz dedi. 15 kunga men sabrim chidamay, mana shu videoni sizlar bilan bo'lishim keldi. Mana shu videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. Qani qaysi kuni kelgansizlar Orgimatda? 4-kuni kelgan. 4-kuni kelsanglar nimaga 27 turibdi menda? 27 undan oldingi safar Yo'q, sizlar kelmasanglar bu mahallaga kirmaysizlar. 3 oy kelmadinglar. Dalilim bilan kelaman men. Sizlar qo'l qo'ydira olaverasiz. Qishda 3 oy kelmadinglar. Metanni bahana qildinglar, benzinni bahana. Yoqilg'ini aholi doljin emas sizlarga qo'yib berishga. Xolasi ichkaridan olib chiqasizlar. O, musurni xolasi ichkaridan olib chiqasizlar. Mumkin emas. Pulinglarni olganlarga olib chiqasizlar. Nega zashto pul olib yotibsizlar sizlar? Tushunyapsizlarmi? Xizmatga olinyapti. Xizmatga nodavlat tashkilot bu. Isbotlay olasizmi? Hech qanaqasiga qonuniy emas. Olmang. Olinmaydi, pul ham to'lanmaydi. Mana bizni musurni olmagani uchun biz pul to'lamayapmiz mana. Mana qaravaring mana. Mana nomerlar mana. Andijon viloyati Ulnor tumanida mana yozib ketgan nomerlari. O'tgan safar kelmagan 3 oyiga mana 95 ta yozib ketgan. Hech qanaqa telefonlarni olmayapti bular. Mayli biz rozimiz. Qaytib biz uyimizga kelmanglar, shu tashkilotdagilar hech qanaqa pul ham berilmaydi. Chirindiq olamiz. Rahmat. Obunachilarimiz kuzatishda davom etinglar.